Andijan oblasının hakimi Abdurahmanov Shuhratbek Ushakboyevich, Andijan şahrının hakimi Rahmatullayev Dilmurat Rahmatullayevich jana başka mehmandar kelip oturuşar. Anda ruhsat bersеңiздер, azırkı sözde Kırgız Respublikasının vice-premier ministri Zilaliyev Düşönbek Tekşerbekovich'e verilir. Көп meseleler geçen günü çeçildi. 15 yıldan beri mına bardığınızlar göğüstür. Ушул жерде biz өтө албай калдык эле. Ар кандай маселелер менен. Эми мына бүгүнкү күндө толук кандуу ачылып, тарихи күн болуп турат. Башка дагы пограничный пункттар ачылат мындан ары. Кечээ эки президенттин сүйлөшкөнүн биз көрдүк, уктук. Мына 85% биздин чек арабыздын 85% делимитация болуп бүттү. Өтө чоң нерсе. Мына кечөөнө да сүйлөшүүлөр болду. Октябрдын ичинде же ноябрдын ушул жылдын аягына чейин калган 15%ды да бүтүргөнгө Кудай кааласа деп турат. Бүтүргөнгө аракет кылабыз. Анда азыркы söz Özbekistan Respublikasının Andijan oblasının hakimi Abdurahmanov Shuhratbek Ushakboyevich'e verilir. Avvalambor hammalaringizni bugun shunday yorug' kunda ko'rish turganimdan shaxsan o'zimning nomidan, O'zbekiston xalqi nomidan, hukumat nomidan hammalaringizni tabriklayman. 15 yillab yechilmay turgan masalalarni hammasiga kelishildi. Eng katta masala 85% hozir aytdi, chegaradagi muammo bo'lib turgan joylarimizni yechdik. Xudo xolasa 15% maydon joy qoldi. Bu 15% ham xudo xolasa oktyabr oyida sizlarni Qirg'iziston Respublikasining prezidentini O'zbekistonga, ya'ni Toshkentga viziti borishi belgilandi. Nasib bo'lsa shungacha over bugun mana shu 15% qolgan joylarimiz, yana qanaqa masalalarimiz bo'ladigan bo'lsa hammasini shu bir oy ichida oldimizga muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich vazifa qo'ydi, hammasini yechib borasan degan narsani. Eng katta masala, hurmatli hamyurtlar, mana shu postlarning ochilishi, Telegramma degan hozir aytdi, Telegramma degan balodi yo'qolishi, xudo xolasa. Yana bitta masala, Andijon, O'sh, Qashqar avtomobil yo'lini ochilishini masalasini qo'yildi. Xudo xolasa temir yo'l transportini ochish masalasi ham qo'yildi. Bu ham o'rganiladi. Eng katta masala xalqimizni bemalol bordi keldi qilib iqtisodiy tadbirkorlik qilaman deydimi, turizm sohasi bormi, boshqa bormi, umuman aytganda ondan ortiq nima deydi, nimalarga, ondan ortiq masalalarga ikkita prezident tomonidan imzo qo'yildi. Xudo xolasa men O'zbekiston hukumati vakili sifatida sizlarga bugun ochiq oydin ayta olaman. Buni muhtaram prezidentimiz yetkazib kela xalqqa ham dedi. Nasib bo'lsa mana shu yaqin kunlarda bemalol o'tib, xohlagan ishlarni qilsa hammasi ochiladi. Bardığınızda çok rahmat. Anda mesela cin, cavuk şunu bilmem. Dostluğumuz abadi olsun. Amin. Kart imkanı.
aziz mehmonlar, xush ko'rdik. Qadimdan buyuk Manas avlodlari bo'lgan Qirg'iz xalqi bilan o'zbek xalqi oqibatli qo'shni, sadoqatli do'st va yaqin hamdard bo'lib yashaganlar. Urf-odatlarimiz o'xshash, an'analarimiz o'xshash. Biz sizlar bilan xudo anda qavmi qarindoshmiz. Biz sizlar bilan ikki millatli bitta xalqmiz. Shunday ekan, tashrifingizdan samimiy xursandmiz. Xush kelibsiz O'zbekistonga, xush kelibsiz Andijon zaminiga. Assalomu alaykum, hurmatli bag'ay tuyg'anlar. Salamatсыздармы, hurmatli bugungi saltanatning qatnashchilari. Bugun biz sizlar bilan tarixiy yaxshi kunga guvoh bo'lib o'tiramiz. Bizga shunday yaxshi quvonchli kunni taqdirlagan iki mamlakatning prezidentlarini, hurmatli prezidentlarimiz Almazbek Shashevich bilan Shavkat Miromonovichga cho'ng rahmat bildirishimiz kerak. Men aytaman, shu quvonch suyunishimizdir qut bo'lsin. Shu quvonch suyunishdir shu iki elning o'rtasida doimo bo'lsin, tubanlikli bo'lsin. Hech qachon iki elning o'rtasida jamonlik aralamasin. Biz iki el tarixda doimo bir bo'lib yurganmiz. Bozorimiz bir bo'lgan, to'y tomoshamiz bir bo'lgan. Buna iki elni hech qachon hech kim bo'la olmagan tarix o'zi tasdiqlab turadi. 85% bizning chegaralarimiz Xudoy bilsa taqtaldi. Azı qaldı bölge tuttuğanda. Yakın aradamla iki prezident topshirma berdi. Bunu dağı bütülüp yakın aradamla Toshkentda dağı jolug'ishlar bo'ladi. Chegara ochilganiga mendan bir rahmat. Allohga, prezidentimizga, xalqimizga, joylashgan bu ochilganiga behad xursandmiz. Hatto beri turib qaza cholyapmiz, qalbimizdan shod bo'lyapmiz. Bu qalbimizdan, yurakdan shod bo'lyapmiz. Bu sababi ko'p millatli odammiz. Shuning uchun har qanday gap so'z belki sig'maydigan gap bo'lyapti. Juda katta gaplar bo'lyapti. Gaplar amalga oshsin. Doimo do'stligimiz bardavom bo'lsin. Bir-birimizdan hech qachon orinmay, doimo yuzimiz yorug' yursin. Men Xo'jaobod rayonidan Beshqo'rg'on rayonidan bo'laman. Beshqo'rg'on rayonida mana 35 yildan beri yashayman. Qirg'izistondan o'qotlarda tug'anlarim bor, akalarim bor, bardig'ini borib tug'anlarni ko'rib kelaman. Eng birinchi qizim bor, turmushga chiqqan qizim, nerelerimni ko'rib kelaman. Bu chegarani ochilganidan quvonchdaman. Va prezidentlarimizga cho'ng rahmat aytaman. Bu eliga ham rahmat aytaman. Shunchalik meni ochib berishganiga. Dunyoda tinchlik bo'lsin, barliq ellar tinch bo'lsin, qarilarga iymon bersin, yoshlarga umr berishini xohlayman. Barliq ellar baxtli bo'lsin. Екі шаар, Ош шаары мен Андижан шаары madani гуманитардык мамилелер боюнча, соода экономикалык мамилелер боюнча екі шаар биз кол койдук. Буга чейин август айында 10 августта Ош тараптан 72 бизнесменибиз Андижан шаарына барып чоң мындай бір бизнес форумдарды өткізіп ошоға қатысып келишти. Мына бүгүнкү элдин жүзүнөн сүйүнүштү, кубанычты көрүп атабыз. Мен ар дайым айтып келет элем, эки элдин достугуну бузууга такыр мүмкүнчүлүк жок деп. Мына 15 жылдан ашып калды, мамиле кичине салкындап калды эле, бирок эки элдин мамилесини биз тосалган жокпуз. What?